Mana do'stlar, haligi atsidoz bo'lgan sigirimiz hali ham muolajada, lekin ancha yaxshilandi. Hozir mana bunga endi yana mana kuniga kamida 60 litr suv majburan ichish kerak. Ko'p suv ichsa, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Shu oshqozondagi, qorindagi bakteriyalarni faollashtirish kerak. Shunga maxsus parachok ham qo'shdik. Muolajalarni olib bo'ldik, qo'llarini. Endi suvli beryapti. 60 litr. Lekin yaxshi yeb ichishi, sutga qaytgan, lekin kamroqdan. Hali ham sog'layapti, endi yaxshi. Majbur mana beramiz endi suvni. O'zi xohlab tuzatgan suvni ichmaydi. Mana hozir mana bunday anaqada apparatda suv beramiz. Kichkina nasoscha shunda haligi mana bu drelni aylantirib silab bo'ladi mana. 20 litr ichib bo'ldi. Endi mana keyingi 20 litr. Keyin mana buni ichirib olamiz. Bo'ladi bir kuniga. Kamida 60 litr suv bir kunga kerak. Bu ham endi 100 litrga do'lchadi sog'lom sigir.